kasallik bo'yicha kelgandingiz? Jigar sirrozi bo'yicha kelganmiz, gepatit B va D virusi kasallanib. Alomatlar nima bo'lgan? Alomatlar qorinda suv yig'ilgan, ozgina holsizlik, charchoq, shunaqa holat. O'zbekistonda necha yil olgansiz? Davolanganmiz. Necha oyda davolanib turardingiz? 6 oyda. Iyunda davolanganman. Keyin kelishdan oldin davolanib keldim. Qorningizda suv yig'ilgani? Boshida yig'ilgan, Ozgina. Ozgina yig'ilgan bo'ldi. Keyin davolangandan keyin yo'qoldi, qaytib yig'ilmadi. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lib, tekshirtirmasdan yana o'sha avvalgi holatga qaytish uchun yana o'sha qiliqlarni qilasizmi? Ko'rxasisni bir marta qaradi. Yangi jigari oldik, xudo xolasa yaxshi. Rahmat sizlarga ham, qandolaylar. Shuncha mehnat qilib, mehnatlaringga rozi bo'linglar. Musarin, Shodiyo, Muhsin aka, Umida, hammasi zo'r. Hech qanaqa kamchilik yo'q. No'raydigan joyi yo'q, hammasi joyida, zo'r. Ha. $26,000 paketda kelgansizlar. Ha, shunaqa. Oshiqcha pul ketdimi, ketmadimi? Bir ikkita dorilar bo'ldi, endi ortiqcha deb bo'lmaydi, lekin o'sha paket. Qarang-da, mana hozir O'zbekistonga borgandan keyin odamlar ko'pchilik $30,000 ketdi, $33,000 ketdi. Bu narsalar bor haqiqat narsamikan yo? Mana shu yerda yurib ko'rdik. Kim nima bo'lsa, qancha rasxod bo'lsa, hammasi o'zidan. Yaxshi bo'lib ketsa ham o'zidan, yomon bo'lib ketsa ham o'zidan. Nafsini nima qilib, parhezni buzib, Holatiga qaraladi endi. harakat qilib, noto'g'ri harakat qilib ko'rdik. Qaytib bansaga yotganlar ham bor. Xudo xolasa bizda anaqa holat bo'lmadi, parhez joyida deb. Demak, bansa hisobiga 26 dan oshiqcha pul to'langan yo'q-a? Sizlarda? Ba'zida o'sha kelishilgan pul o'sha bilan ketyapmiz, xudo xolasa ertaga. Hammasi zo'r, yaxshi holat, cho'tki. Odamlar bo'lsa tavsiya qilamiz, kelishsin, o'tishsin, davolanishsin, oson bo'lib ketishsin. Kasallikni kuzatib olmasdan oldinga yaxshi. Iloji boricha aytaman. Umrlaring uzoq bo'lsin. Yaxshi yetib olinglar, ertaga sog' bo'linglar.